saodat bag'ishlaydi albatta. Hozir qo'shiqni bir nafas to'xtatib tursak-da, yana dil hiskorlarimizni davom etsak, hali o'z dil so'zlarini aytmagan ancha o'quvchilarimiz, ancha mehmonlarimiz bu yerga tashrif buyurishgan. Shuning uchun sabr bardosh bilan ularning ham dil so'zlarini birma-bir tinglasak. Mayli, boshlab kiring taqdirchi. Darhaqiqat ayol qalbi nozik guldan-da go'zal, bahor nafasidan-da musaffo, xordek qishning qorlariday musaffo bir shunday nozik bir injugatingki buni asrashmasa ham qiyos qilib bo'lmaydi. Hozir davramizda ishtirok etganlarning ham aksariyati ayollar. Hozir shunday mutafakkir ayollarimizdan bir kishiga so'zdan onalar, aziz farzandlarim, qadrli ustozlar, murabbiylar, mehmonlar, hammalaringiz mana shu quvnoq davramizga, farzandlarimizning bitiruv oqshomiga xush kelibsizlar. Mana shu farzandlarimizning bugungi hayotlaridagi ilk bor tantanali kunlar o'tmish, ya'ni yaqinda yetuklik attestlarini qo'llariga oladigan, mustaqil hayotga ilk bor qadam qo'yadigan kunlar bilan chin qalbimdan siz qatori, siz ota-onalar qatori men ham chin qalbimdan sizlarni va barcha o'g'il-qizlarimni tabriklayman. Ushbu qo'yayotgan ilk qadamlarimga qadar bo'lsin deyman. Mana shu farzandlarimizni maktab quchog'iga ilk bor qadam qo'yganda quvnoq chehralar bilan alifbi sabog'ini bergan murabbiy ustozlari Xo'ja opam va Gunoraxonlardan boshlab barcha ta'lim tarbiya guruhlarini bergan ustozlarga men ham barcha ota-onalar qatori ta'zim qilaman, minnatdorchilik bildiraman. Doimo ana shu ustozlarimiz omon bo'lsinlar. Xuddi shunday yoshlarni yana bir necha bor tarbiyalab, shunday davrlarda, mana shunday bitiruv oqshomlarida bir necha bor qatnashsinlar. Ularning ana shunday mashaqqatli pedagogikasiga men katta yutuqlar tilayman. Shu bilan bir qatorda aziz farzandlarim, sizlarga ana shu Alloh taolo inson dunyoga kelar ekan, albatta uning peshonasiga umr baxshida qiladi. Ana shu bergan umrini doimo sog' salomatlik bilan o'tkarishlaringizni va boqiy umrga ega bo'lishlaringizni istayman. Har bir kishi dunyoga kelar ekan, hech qachon orzu-umidsiz bo'lmaydi. Shuningdek, sizlarning ham jajjigina yuraklaringiz ostidagi eng chuqur, eng yuksak orzu-umidlaringizning ro'yobga chiqishiga shu ota-onalar singari men ham tilakdoshman albatta. Ota-onalar, ana shu farzandlaringiz sizning gulbatlaringiz, yuraklaringizning chorasi, sizning izdoshingiz, hayotingizning davomchilari bo'lmish farzandlaringiz doimo sog' salomat bo'lsin deyman. Bularning eng yaxshi kunlarida sizlar doimo sherik bo'linglar, soyabon bo'linglar. Ushbu yoshlarimiz mustaqil O'zbekistonimizning Navoiy farovonlari, Ulug'bek sinolari bo'lsin, Zibnisoy nodiralari bo'lsin deyman. Ularning zafarlaridan biz ota-ona, ustozlar doimo shodlanaylik, doimo sog' salomat bo'lsinlar. Oliy dargohlarga qadam qo'ysalar, albatta davonlardan muvaffaqiyat qozonsinlar. Har bir yoshimiz o'zining mustaqil shu davramizda ishtirok qilgan musiqa egalariga ham rahmat aytaman.
tumanimizdagi kasb-hunar kollejida o'qib, bu yil keyingi yil bitiradi. Hozir siz navbati Sherzodjondan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlarim va uzoq va yaqindan kelgan ota-onalar. Mana bugun bu yerga bitirish kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oliy o'quv yurtlariga kirishlaringizda tilakdoshman. Hammalaringiz sog' salomat o'qishlarga kirishlaringizga tilakdoshman. So'z berganingiz uchun rahmat. Rahmat Sherzod, albatta tilaklaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Hurmatli do'stlar, mana yana hozir davrada o'sha darogina aytib o'tilgan ayollar sha'niga aytilgan shirin so'zlarning yana davomi sifatida davramizda muhtarama ona Sobirov sinfdoshlarimizning onalari Xursand opa o'tiribdilar. Hozir so'z navbati Xursand opadan bo'ladi. Marhamat. Sho'g'izgina so'zingizni ayting. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta, o'zingizning ham yaxshi inson bo'lishiga tilakdoshmiz. Demak, Naimni davraga taklif qilamiz. Naim kelgin. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, unutilmas bir umrga ustozlar hamda sinfdosh do'stlar. Mana bugun bitiruv kechamizga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib barchangizga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlaringizga muvaffaqiyatlar hamda oliy o'quv yurtlariga kirishingizga tilakdoshman. So'z berganingiz uchun rahmat. Rahmat Naim, albatta ishlaringda rivoj tilaymiz. Hurmatli do'stlar, mana davramizda